Короче, chiqasan-da, o'zing yetasan. Nima men aytaman? Siz aytasiz-da? Chunki siz shu xonadonning o'g'lisiz-ku. Kelganingga 2 kun bo'lgan bo'lsa, menga faqat azob beryapsan. Baxtiyor aka, gapingizni o'ylab gapiring. Sani kelin qilgan adamlarga aytgan nima gaping bo'lsa. Ada, shu qizni kelin qilib adashdingiz-ku. Ha, Baxtiyor. Nima bo'ldi? Kelinning qilig'i chiqdimi? Nima gap? Keliniz 2 kundan beri yotmaydi. Ertalabgacha yo turib, yo o'tirib tong ottiryapti. Ha, kelin poshsha. Tinchlikmi? Ayajon, siz bilan dadajonim yerda yotsanglar, biz spalniy kravatda yotsak g'alati emasmi? Iltimos, xonamizni almashtirib olaylik. Adashibman. Rostdan ham adashibman. O'g'il tarbiya qilishda adashibman. Lekin kelin tanlashda aniq adashibman. Rahmat sizga. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Alo. Assalomu alaykum, do'stim. Va alaykum assalom. Ha, do'stim. Nima qilyapsan? Normalniy odam bunaqa payt nima qilardi? Uxlayapman. Normalniy odamlar orasida 2 kundan buyon uxlamaganlari bor. Nima gap? Tashlaymi? Rahmat senga.